Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda biz brokerdan real hisob ochish va MetaTrader platformasiga ulash bo'yicha ketma-ketlikni ko'rib chiqamiz. O'zi har bitta trader o'qib o'rgangandan keyin, o'zini strategiyasiga ega bo'lgandan keyin va bu strategiyasini vaqti davomida tekshirib, foydaga chiqqan bo'lsa, haqiqiy pul ishlash payti kelganda albatta real hisobga murojaat qiladi. Endi men o'zim sizlarga 4 yildan beri ishlatib kelayotgan hech qanaqa muammo bo'lmagan shu paytgacha regulatsion brokerni tavsiya qilaman va videoni ham shu broker sahifasidan boshladik. icmarkets.com saytiga kirasizlar va mana shu oyna chiqib keladi. Va bu yoqda ketdi. Broker haqida ma'lumotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu regulatsion broker. Avstraliyada tashkil topgan, spread 0 dan boshlanadi, mana yozib qo'ygan. Leverage 1 ga 1000 gacha mikro lotlar bilan ham savdo qilsa bo'ladi, ya'ni 0.1 dan boshlab olsa bo'ladi. Plus 2250 ta instrumentlarda savdo qilsa bo'ladi va 24 ga dedicated support, ya'ni support bor. Supportlar juda ham zo'r ishlaydi. WhatsAppdan ham yozib tashlasangiz bo'ladi. Hop. Buni broker fishkalaridan bittasi raw spread, ya'ni spreadlar juda ham kichkina, 0 dan boshlanadi. Yevrolarda va fast order execution dotda bu agar siz scalper trader bo'ladigan bo'lsangiz, ochgan joyingizdan, shuni ochgan joyingizdan o'sha qo'yib beradi. Boshqa masalan brokerlarda yoki prop kompaniyalarda ko'rgan bo'lsanglar, slippage degan narsa bor, ya'ni ochgan joylardan pastga ochib qo'yadi. Bunda unaqa narsa yo'q. Okay, institutional grade trading, real deep and diversity you can trade on. Hop, slippagelari boyaga aytganimdek, shu surilishlari yo'q. Okay. 1.64 trillion объемda savdo bo'lgan, 100 ming plus dunyo bo'yicha klientlari bor va Trustpilot degan saytni bilsangiz kerak, ya'ni brokerlarni reytingini aniqlaydigan sayt. Bu saytda 5 bahodan 9.8 turibdi. Hop, endi terminalga keladigan bo'lsak, MetaTrader 4.5 da, CTrader va TradingView da ham savdo qilsanglar bo'ladi. Endi mana instant deposit sразу tushadi. Withdrawal ham juda ham tez va 0% komissiya bilan. Men o'zim kriptoda withdraw qilib ko'rdim. Kechqurunga yetgan bo'lsam, ertasi kuni ertalab kripto hisobimda turgan edi. Endi bo'lsa open an accountni bosasizlar va keyingi oynaga o'tamiz. Bo'lmaysizlar, internetimiz tez emas. Okay. Boshqatdan kiramiz. Mana bu yoqda start tradingni bosasizlar va mana bu yoqda sizlarni live trading accountga o'tadi. Xo'p, endi bo'lsa o'zingizlarda ma'lumot kiritasizlar. Bu yoqda hammasini yaxshilab o'qib to'ldirishingizni so'rayman. Sababi bitta harf yoki nimadir noto'g'ri bo'lsa, ertaga muammo qilishi mumkin, pul yechayotgan payt. Endi mana first name as shown on your ID deb turibdi. Isminglar deyapti, pasportdagi. Endi men o'zim misolimda yozib beraman. Lekin real shot ochmaymiz. Sizlarga ko'rsatish uchun amalga oshiramiz va oxirida ham platformaga hisob ulashishni ko'rsataman. Ism, familiya, pochtalar, telefon raqamingizni o'zlaringiz yozasizlar. Men endi xohlagancha yozib qo'shadim. Sizlarga misol ko'rsatayotganim uchun. Okay, endi bu email already exit topdi. Okay. Hop. Bu ham keyingi oyga olib o'tadi bizani. Hop.
choose your account type dot individual joint corporate. Biz individual tanlaymiz. Agar bir kishi o'zingiz savdo qilsanglar, agar joint ikki kishi sherik bilan, corporate butun ishxona bilan agar savdo qiladigan bo'lsanglar, corporate tanlaysizlar. Biz bitta o'zimiz savdo qilganimiz uchun individual tanlaymiz va e'tibor bersanglar, Islamic account deb qo'ygan. Agar sizlar swap olmasin desanglar, Islamic account deb bosib qo'ysanglar, sizlarda swap olmaydi. Hop, tug'ilgan kun, oy, yil yozasizlar, adresinglarga yozasizlar. Boshqa shart. E'tibor beringlar, Toshkent shahri mana adresga o'zinglarni ko'changlarni yozasizlar. Masalan, Gulshan ko'chasi. Hop. ID verification optionalga o'tiramizki, sizlarda nasionalniy ID bo'lsa, nasionalniy IDni nomerni yozib qo'yasizlar. Agar nasionalniy ID bo'lmasa ham, eski pasport bo'lsa ham, pasport seriyasini yozib qo'yaveringlar. Keyingisi platformaga tanlash MetaTrader 5, Tor va CTrader. MetaTrader 5 ni tavsiya qilamiz deb qo'yibdi. Sizlarga ham MetaTrader 5 ni hozir hisob qilishni ko'rsatmoqda. Hop, choose account type'ga standard account Islamic yoki raw spread account Islamic dotni e'tibor bersanglar, shu yerda raw spread tanlasanglar, sizlarda spread juda ham kichkina bo'ladi. Va mana bu yoqda account based currency'ga USD qilib qo'yasizlar. Mana bu yoqda o'zingizlardan qiyinchilik chiqib keladi. Tekshirib xatolik bo'lsa, mana qalam bosib to'g'rilab olsanglar bo'ladi. E'tibor beramiz, security question and answer dotni. Secretli savol va javob dotni. Bu nimaga kerak? Agar siz parolni esingizdan chiqarib qo'yadigan bo'lsangiz, qayta tiklash uchun yordam beradi. Shuning uchun what is your favorite color dotni, yaxshi ko'rgan rangi qanaqa dotni? Black qo'ydik. Confirm qilib submit deb bossanglar, уже mana sizlarni pochtangizga xat jo'natadi. Mana bu shaklda. Bu yoqdan nima qilasizlar? Client areaga kirib turib, o'zingizlarning parolinglarni o'zgartirib, o'sha broker saytiga kirib ketasizlar. E'tibor beringlar. O'sha parolinglarni o'zgartirdinglar va klient login qilib va kirib ketdinglar. Kirganinglardan keyin hujjatlarni jo'natasizlar. ID karta, pasport yoki haydovchilik guvohnomasi, yashash joyini tasdiqlash uchun ham kommunalkaga to'lagan qog'ozlarni rasmga olib jo'natasizlar. Unda sizlarni adresinglar va ism familiyalar ko'ringan bo'lishi kerak. Va oxirgi 3 oylik to'lov qog'ozi bo'lishi kerak. Yo'lki bankdan viza kartani отчетini chiqarib, ustiga adres, ism familiya, pochta bilan jo'natsanglar qabul qiladi. E'tibor beramiz, endi accounts degan joyiga o'zi hozir demo account ochish ko'rsataman, sababi verifikatsiyadan o'tmagan. Shuning uchun demo hisob ulash ko'rsataman. Agar sizlar endi real hisob bo'ladi, real hisob ham shunaqa open new demo o'rniga open new live account deb ochib ketsanglar bo'ladi. Okay. Pro spread USD leverage qilasizlar, depozit masalan $1000 işte. Proceed qilganingizdan keyin mana bu yoqda o'sha bizada login parol bor. Endi bo'lsa biz MetaTrader 5 platformasini yuklab olamiz. Saytda o'zidan yuklaymiz. Mana bu yoqda download tugmasini bosib turib, MetaTrader 5 ni download MT5 deymiz. Bizada bu yuklanyapti. Mana buni uстановка qilamiz. Bu yoqda uстановка bo'lyapti. Dalее davom bosamiz. Va bizada MetaTrader oynasi ochiladi.
Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, IC Markets avtomatik chiqib berdi. Sразу dalilni bosib urasizlar. Dalilni bosgandan keyin подключить существующий торговым щитом bosib turib, mana bu yoqda IC Markets demo serverda IC Markets demo turibdi. Biz demoni tanlaymiz. Agar real hisob bo'ladi, bu bo'lsa IC Markets Live 30 mana shunaqa bo'ladi. Xuddi shu saytda nima bo'lsa, ham platformada ham shuni tanlaysizlar. Hop. Endi bu yoqda bizda mana loginimiz mana bu bo'ladi. Buni kopiya qilib loginni qo'yamiz. Parolga bo'lsa shu parolni qo'yamiz. Va hisobga Incoming mail. mana e'tibor bergan bo'lsanglar, hisob ulandi terminalga. Endi bo'lsa bemalol kirib o'zinglarni strategiyalarni test qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Videomiz ham oxiriga yetib qoldi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va tradingga qiziqadigan o'rtoqlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Risk menejment bilan ishlashni esdan chiqarmanglar. Sizlar bilan ham kapital bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.